ئەركىن ئالپتېكىن بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قۇرۇلۇشى توغرىسىدا سۆھبەت. ئاپتورى سەلچۇق ئىلتەرىش. Sual. Hörmətlik ئەركىن aka, keyingi kunlarda Dünya Uyğur qurultayı toğruluq nayt köp g'ulg'ullar bo'lib ketdi. Mustaqilchi idi, emasdi, o'z taqdirini belgilgichi idi, emasdi, avtonomiyachi idi, emasdi deganga o'xshash. Yana burmonchi töhmatlar ilgir surilmoqda. Siz Do'qning dastlabki qurg'uvchilaridan biri va raisi edingiz. Sizning bu töhmatlarga bo'lgan inkosingiz qanday bo'ladi? Javob. Savollarga javob berishdan burun Ramazon sharifining butun xalqimizga xayrlik va barakatli bo'lishini Janobi Allohdan tilayman. Muborak Ramazon oyida butun ushshoq gaplar bilan shug'ullanish o'rniga butun dunyoni aloq buloq qilayotgan bu Xitoy virusidan keyin dunyoda, Xitoyda va Sharqi Turkistonda yuz berish ehtimoli bo'lgan o'zgarishlar to'g'risida fikr almashtirgan bo'lsak, texmi foydali bo'lar edi. Ammo Xitoylar bizni bir-birimizga ishonmaydigan, bir-birimiz bilan petishmaydigan, bir-birimizni g'ajab turadigan va davomli ravishda bir-birimizni shikoyat qilishga ko'ndirib qo'ygan bo'lg'ach, chet ellarga chiqib yashayotgan bo'lsakmi, o'zimizni texicha bu kasalliklardan poklay olmadik. Otalarimiz degandek qon bilan kirgan xo'y jon bilan chiqadi. Mən Facebookda bo'lmag'achqa to'rbətlarda nimalar deyilib, yezilib, sizilayotganlardan ko'pincha xabarim bo'lmaydi. To'g'riliq ilgir surilgan töhmatlardan men burun birga ishlagan bir amerikalik do'stimning menga yo'llab qo'ygan qisqa xulosa abzas orqali xabar topdim. Bir yurtdishimizning ovozli uchur orqali to'rbətlarda e'lon qilingan uyg'urcha so'zlarning inglizcha tarjimasi ekan. To'g'riliq deyilgan bu so'zlarni anglab bakmi mayuslandim. Chunki bu so'zlar Do'qning dastlabki qurg'uvchilaridan biri va dastlabki raisi bo'lib menga Do'qqa 10 yildan ortiq raislik qilgan Rabiya xonimga va hozir Dolqin Aysa boshchiligidagi Do'q idora hay'at a'zolariga qarshi ig'ir bir töhmat bo'lib hisoblanadi. Shundaqla bu so'zlarning men ko'p taqdir qilgan bir ziyolilarimizning og'zidan chiqqanligi meni bakma afsuslantirdi. Bu to'g'riliq fikrimni so'ragan amerikalik og'aynamga buning bir disinformation, ya'ni qaymoqtirish bo'lish ehtimoli bo'lganligini ifoda qilish bilan cheklandim. Bilinganidek, hozir Amerika hukumati, Kongress va xalqaro tashkilotlar Sharqi Turkiston davosiga Do'q va Amerikadagi tashkilotlarimizga nayt cho'ng moddiy va ma'naviy yor yo'laklarda bo'layotidi. Bundaq bir mezgilda Do'qqa qilingan bu töhmatlar balkim ba'zi bir amerikaliklarning kallasini biroz qaymoqtirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Biz moddiy va ma'naviy yor yo'lakda bo'layotgan bir tashkilotga bu kishi nimishqa bundaq hujum qiladi? Sabab nima? Va buning orqa ko'rinishida kimlar bor deganga o'xshash savollarni tug'dirib qo'ygan bo'lishimi mumkin. Savol. Erkinka, ko'plagan yurtdoshlarimiz bo'libmi yoshlar Do'qning qaysi shart-sharoit ostida qurilganligini bilmaydi. Bu to'g'riliq biroz ma'lumot bera olamsiz? Javob. Do'qni qurish to'g'risidagi tayyorliklar 2001-yil 9-oyning 11-kuni Amerika qarshi elib berilgan terror hujumidan 2 yil keyin boshlanadi. Bu terror hujumini elib bağanlarning hammasi degidek arab musulmonlari bo'lg'achqa, amerikaliklarning musulmonlarga bo'lgan ijobiy ko'z qarashlari bir kechada o'zgardi. Amerika hukumatida musulmonlarga dushman ko'zi bilan qaraydiganlarning soni ko'paydi.
Amerika qılınğan terror hücumunun Al-Qaida deb atalğan terrorluq təşkilatı tərəfindən elib berilğanlığı aniqlanıdı. Amerika Osama bin Ladenni tutub berishni Afg'oniston hökumətindən tələb qıldı. O çağda Afg'onistonda hakimiyət Talibanlarning qo'lida edi. Talibanlarning boshlig'i Molla Ömər bu tələbni rədd qiladi. Amerika Afg'onistonga qarshi urush boshlaydi. Urush asnosida ko'plagan terroristlar qo'lga ilinadi. Bularning orasida terroristlik bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan. Faqat Pokistonliklar tarafidan har bir Uyg'urni $5000 Amerikaliklarga setib-etgan 20 necha Uyg'urmi bor edi. Bu Uyg'urlar terrorist bo'lmaganligi, hech bir terroristlik tashkilotida bo'lmaganligi va Amerikaliklarga qarshi urushmaganligi aniqlangandan keyin Kubaning Guantanamodagi Amerika askari bazasiga solangan. Bu Uyg'urlarning hammasi keyingi yillardan turkum bo'lib azod qilinadi. Bu Uyg'ur qarindoshlarımızning azod qilinishida Amerikadagi Roshan Abbas xonimning o'ynagan roli intayin cho'ng bo'lib, buni hargiz unutmaslik kerak. Mana mushu fursatdan foydalangan Xitoylar ona vatan va chet ellardagi Uyg'urlarni terrorist deb dunyoga e'lon qilishga tirishadi. Amerika hökumətiga uzun bir tizimlik taqdim qilib, tizimlikdə ismi bo'lgan 20dan ortiq Sharqi Turkiston tashkilotlarini xalqaro terrorist tizimiga oldirishga tirishadi. Xalqaro terrorizmga qarshi kurashda Xitoyning yor yo'lkiga ega bo'lish maqsadida Amerika hökuməti faqat Sharqi Turkiston Islom partiyasini terrorist tizimiga oladi. Ammo Uyg'urlarning hech qachon terrorist bo'lmaganligini dunyoga jakarlaydi. Hatto Xitoyni xalqaro terrorizmga qarshi elib berilayotgan mujodilani bahona qilib, Uyg'urlarga qarshi jimiq turish siyosati elib borganlikda ayiblaydi. Amerika Xitoyning Guantanamodagi Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berish to'g'risidagi talabini butunlay rad qiladi. Fursati kelganda shunimi ta'kidlab qo'yay, do'qning rasmiy ochilish yig'inidan 1-2 kun burun 2 amerikalik Myunxen shahriga kelib, who is who, ya'ni kim kimdir deb surishtirishlar elib bordi. Bir yurtdishimizning do'q ijroiya hay'at a'zoligiga saylanmasligini tavsiya qilishidi. Bu yurtdishimizning mizodi ijroiya hay'ati a'zosi bo'lish niyatimi yo'qdi. Do'qning nizomnoma loyihasini ko'zdan ko'chirib chiqishidi. Bu ishni do'qning ochilish yig'iniga qatnashqili kelgan ko'plagan yurtdoshlarimiz bilmaydi. Bizmo bu ichki uchurlarni hozirgacha oshkorlamay keldik. Do'q mana shundoq noit nozik bir zamonda qurildi. Savol: sizcha Germaniyaning mushundoq shartlar ostida do'qning qurilishiga qarshi chiqmaganligining sababi nima bo'lishi mumkin? Javob: birinchidan, German hökumatining do'qning Germaniyada yashaydigan qurg'uvchilarga bo'lgan ishonchisi. Ikkinchidan, Amerikaliklarning Uyg'urlarni Amerikaga qarshi dushman emas, balkim do'sti degan ko'z qarashda bo'lganligi. Uchinchidan, burundan tortib Uyg'urlarni yaqindan taniydigan ko'plagan Amerikalik xodimlarning Uyg'urlar to'g'riliq hukumatlarga bergan ijobiy bahosi. Buning uchun Amerikaliklar Xitoyning do'q bir terrorist tashkilot, do'qda 11 terrorist bor, palonchi pustanchilarning terroristlik tashkilotlar bilan aloqasi bor degan tuhmatlarga quloq solmadi.
Amerikaga kirish cheklangan kishilarga viza bergili boshladi. Nizomnomada self-determination, ya'ni o'z taqdirini o'z belgilash so'zi bor ekan. Buning uchun do'qqa moddiy yordam berolmaymiz degan an'idining. Mən do'qning raisligi vaqtida sungan moddiy yordam iltimosimizni qabul qilib, mən raislikdan ayrilishdan 2 oy burun do'qqa moddiy yordam berishga boshlaganligiga o'xshash misollar Amerikaliklarning Uyg'urlarga bo'lgan ijobiy ko'z qarashlarining isbotidir. Mening Anidi bilan 1993-yildan beri aloqam bor edi. O chaqlarda men UNPO deb atalgan vakolatsiz millatlar tashkilotining raisi edim. Shu chaqda UNPO ijroiya hay'ati raisi bo'lgan Lodi Giyari, UNPO'ning bosh kotibi bo'lgan Michael Van Walt, yana bir 2 kishi bilan UNPO'ga moddiy yordam so'rab, ND'ning boshlig'i Karl Grishman apandi bilan bir qancha qitim ko'rishgan edik. Savol: siz 1994-yil bilan 2004-yillar orasida chet ellarda qurilgan Uyg'ur tashkilotlarining hech birida rol olmadingiz. Do'qning qurilishida vazifa ilishingizning sababi nima? Javob: chet ellarda qurilgan Uyg'ur tashkilotlariga qatnashmaganligimning sabablari nihoyat ko'p. Ammo men hozir faqat birli sabab ko'rsatay. Bu bo'lsa-mu chet ellarda yashayotgan yurtdoshlarimiz orasida bir mafkura birligining bo'lmasligidir. Hozirgi chechilang'ulikning asosiy sababi shu. Hammamiz birlikdaymiz, ammo bizni birlashtiradigan bir mafkura, ya'ni ideologiya yoki doktrinizm yo'q. Men buningdan 25 yil burun turkcha oldi bilan mafkura birligini hosil qilayli va Sharq Turkiston davosini qandoq jonlantira olamiz degan temalarda yozgan maqola va risolalarim bor. Chunki mafkura birligi hosil qilinmay turib, siyosiy birlikni hosil qilish mumkin emas. Qilinsimi uzun umrlik bo'lolmaydi. Buning uchun men 1973-yildan tortib Sharq Turkiston xalqiga bo'lgan o'zimning bir kishilik vijdoniy qarzimni ado qilaman deb yolg'iz yo'lga chiqdim. Ko'pincha chet elliklar bilan hamkorlik qildim. Ular bilan ba'zi bir xalqaro tashkilotlar qurib, lobby faoliyatlarini yurgizishga tirishdim. Sen lidermi deb so'ragan Xitoy va chet ellik muxbirlarga, yo'q, men lider emas. Liderimiz ona vatanda, turmalarda degan javobni berib keldim. Bilinganidek 1996-yili Germaniyaning Myunxen shahrida qurilgan Dünya Uyg'ur yoshlar qurultiyi va 1998-yili yana Myunxen shahrida qurilgan Uyg'uriston Sharq Turkiston milliy qurultiyining rahbarlari birlashib, do'qni qurish to'g'riliq kelishgan bo'ldi. Shu mezgillarda Anvarjon, Asqarjon, Seytim Turk apandilar va O'rta Osiyodagi bir qism yurtdoshlar yolg'iz otning chingi chiqmaydi, ئەركىن ئالپتېكىن milliy da'vodan qechiyotidi, amda aralashmasi bo'lmaydi deganga o'xshash so'zlar bilan meni tanqid qilishga boshladi. Hatto bu to'g'riliq meni Dalay Lamaga shikoyat qilganlarmi bo'ldi. Natijada men do'qning qurilishiga o'zimning bir kishilik hassamni qo'shish maqsadida Birlashma Qurultay tayyorlik komitetida vazifa oldim. Bu yerda yana bir qitim ta'kidlab o'tay. Dünya Uyg'ur qurultiyining asosiy qurg'uvchilari men emas. Dünya Uyg'ur yoshlar qurultiyi Uyg'uriston Sharq Turkiston milliy qurultiyining shu chog'dagi a'zolaridir. Men faqat hamkorlashib berish uchun ishtirok qildim. Savol: Erkin aka,
Мәмтімін Бұғра və Әйса ئالپتېكىن tərəfindən qələmgə ilinğan və Səudi Ərəbistanның Hicaz şəhərində açılğan çət əldəki Şərq Türkistanlıqlarning birinchi qurultayida qandaq qarorlar ilinğan idi? Cavab: bu qurultayda tövəndəki 2 muhim qaror ilinğan. Birinchi qarorda qurultayga qatnaşqan a'zolarning mutlaq ko'pchiligi Məhəmməd İmin Buğra bilan Əysa ئالپتېكىنگە tang huquqluq bir vakolatnoma berish qarori bo'lib, bu vakolatnomada mundaq deyiladi. İstiqlal, ya'ni mustaqillik davoyimizni dunyoga tunishtirish. Hör dünyanın yardım bilan istiqlalimizni qo'lga keltirish mas'uliyati biz hör dunyodagi umumiy Turkistonlik muhojirlarning ustimizdagi vazifasidir. Uning uchun yurtimiz va xalqimizni Qizil Xitoy, ya'ni Gumsandangning va zolim ruslarning asaratidan qutqizish uchun harakatga kelish, milliyatchi Xitoy ya'ni Gomindang bilan muzokaralarga kirishib, yurtimizning to'liq istiqlolini ularga tunutish. Agar millatchi Xitoy yurtimizning to'liq istiqlolini tunib, e'lon qilmagan taqdirda, yurtimizning istiqlol davosini Birlashgan Davlatlarda, ya'ni BDTda masalalarimizni o'tirg'a qo'yib, hör dunyoga murojaat e'lon qilib, millatchi Xitoyni istiqlolimizni berishga majbur qilish. Bu xizmatlar uchun Muhammad İmin Buğra va Әйса Yusuf ئالپتېكىن qatorliq 2 nafar milliy hay'atni ayni vaqtda Hijozda to'plangan va mutlaq ko'pchilikni tashkil qilgan muhojirlar. Yurtimizdagi 8 million va chet ellardagi 10 ming Sharq Turkistonlik nomidan vakil qilib tayinlash. Biz 1949-yili Hindistonga kelib joylashgan kundan tortib, Jiangjeshi boshchiligidagi millatchi Xitoy bizni Tayvanga kelib joylashish va Mavzudong boshchiligidagi kommunist Xitoyga qarshi o'rtaq mujodala qilishga taklif qilgan bo'ldi. Ammo Muhammad İmin Buğra bilan Әйса ئالپتېكىن Jiangjeshiga o'z vaqtida biz Sharq Turkiston uchun o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini talab qildik. Siz rad qildingiz. Oliy muxtariyat talab qildik, uni rad qildingiz. Hozir Sharq Turkiston kommunist Xitoyning qo'lida. Ammo siz texicha BDTning asosli a'zosi bo'lib turibsiz. Mushu fursatdan foydalanib, Sharq Turkistonning mustaqilligini e'lon qilib, buni BDTga rasmiy ravishda tunishtirib, bizning BDTga a'zo bo'lishimizga kapolatlik qiling. Shu chaqda biz siz bilan turib, kommunist Xitoyga qarshi o'rtaq harakat qilaylik degan taklifni qo'ygan edi. Hicaz qurultayida e'lon qilingan bu vakolatnoma bilan Muhammad İmin Buğra va Әйса ئالپتېكىنگە Jiangjeshi boshchiligidagi Tayvan bilan Sharq Turkistonning mustaqilligi to'g'risida rasmiy ravishda muzokara elib berish salohiyatiga ega bo'lgan bo'ldi. Ammo 1960-yillargacha Turkiyaning poytaxti Anqarada elib berilgan bu muzokaralar hech bir natija bermadi. Muhammad İmin Buğraning 1965-yilida tuyuqsiz vafot bo'lishi natijasida muzokaralar butunlay to'xtab qoldi va 1970-yillarda Amerika bilan kelishgan kommunist Xitoy milliyatchi Xitoyning o'rniga BDTga a'zo bo'lib kirdi. Ikkinchi qarorda qurultayga qatnashgan a'zolarning mutlaq ko'pchiligi Muhammad İmin Buğra bilan Әйса ئالپتېكىنning 1950-yili Hindistonga kelib joylashgandan keyin qalamga olgan yo'l xaritasini rasmiy ravishda ovozga qo'yib ma'qullaydi.
3 maddadan tashkil topgan yo'l xaritasida mundaq deyilgan. Birinchi, Sharqi Turkistonning to'liq mustaqilligini maqsad qilish. Ikkinchi, vatan sirtida yashayotgan Sharqi Turkistonliklarning ideyasiga mustaqillik fikrini singdirish. Uchinchi, bu g'oyani maqsad qilgan holda hör dunyoning bizga to'nigan so'z, fikir, nashriyat, targ'ibot, sayohat va yig'ilish erkinliklaridan foydalanib turib, Sharq Turkiston xalqining haqiqiy vaziyatini, dod faryodlarini va orzu armonlarini dunyo jamoatchiligiga anglatish. Ularning yor yo'lkiga ega bo'lish va tadbir chora aldirish orqali ona vatandagi xalqimizning elib berayotgan mustaqillik ko'rishiga yor yo'lakda bo'lishdan iboratdir. Bu qarorning elinishidan keyin mustaqillik ideyasi chet ellarda yashayotgan butun Sharq Turkistonliklarning asosiy nishoni bo'ldi. Butun Sharq Turkistonliklar mustaqillik ideyasini kallasiga singdirib keldi. Lobbyistlar mustaqillikni maqsad qilgan holda Sharq Turkiston davosini dunyo jamoatchiligiga anglatish, ularning yor yo'lkiga ega bo'lish va keraklik tadbir choralarni aldirish orqali ona vatandagi xalqimizning elib berayotgan mustaqillik ko'rishiga yor yo'lakda bo'lishga tirishdi. Savol: Erkin aka, haqiqatan bu yo'l xaritasi chet ellardagi butun Uyg'ur tashkilotlari uchun ko'p foydali bo'ladigan bir yo'l xaritasi ekan. Do'q birlashma qurultay tayyorlik komitetining a'zolari siz burundan beri izlab kelgan bu yo'l xaritasini qabul qilishdimi? Javob: albatta qabul qilishdi. Mening bilishimcha 1956-yildan e'tiboran chet ellarda qurilgan butun Sharq Turkiston tashkilotlari mushu yo'l xaritasini izlab keldi. Buning uchun bu yo'l xaritasi 2003-yili 11-oyning 9-kuni, ya'ni shanba kuni o'tkazilgan Do'q tayyorlik komitetining yig'inida protokol 1-moddasi bo'lib qabul qilindi. Bu moddaning sirtida yana 4 muhim moddami qabul qilindi. Bu moddalar tovandikicha. 1-modda 1954-yili 9-oyning 6-kuni tarixida Saudiya Arabistonda ochilgan chet eldagi Sharq Turkiston xalqining birinchi qurultiyida elingan mustaqillikni maqsad qilish degan qarorga to'liq rioya qilib amalga oshirish. 2-modda xalqaro huquqchilar bilan ko'rishib, Do'q nizomnomasini darhol tayyorlab chiqish. Do'q nizomnomasi bizning beshimizni eng qattirib etgan bir xizmat hisoblanadi. Chunki nizomnomaga mustaqillik so'zini kirgizgan bo'lsak, German hukumati Do'qni hargiz rasmiy ravishda tizimga olmagan bo'ladi. Nizomnomaga mustaqillik so'zini kirgizib, Do'qni rasmiy ravishda tizimga oldirmay ketaverish mumkin edi. Ammo u chaqda Do'q German davlati tarafidan rasmiy ravishda tonilmagan qonunsiz bir tashkilot bo'lib qoladi. Tayyorlik komiteti a'zolari Do'qning rasmiy bir tashkilot bo'lib tizimga elinishida foyda bo'lganligini ilgari surishdi. U chaqda nizomnomaga mustaqillik so'zining o'rniga qandaq bir so'z ishiltish kerak edi? Bu to'g'riliq fikrini so'rab, men xalqaro qonunchi do'stim doktor Michael Van Walt va Reed Brodyga xat yozdim. Reed Brody shu chaqlarda Janvadagi xalqaro qonunchilar komitetida ishlaydi. Michael Van Walt bo'lsa uzun yillar UNPO'ning bosh sekretari bo'lgan. Doktor Michael Van Walt 2003-yili 11-oyning 19-kuni menga javob xat yozdi.
Оның тәвсiyəsiga binoan biz shu chaqda doq nizomnomasini rasmiy ravishda tizimga oldirish maqsadida mustaqillik so'zining o'rniga self determination yoki o'z taqdirini o'zi belgilash degan so'zni ishlatgan bo'ldik. Bu bir tanlash yoki ixtiyoriy xohlash emas, balki bir majburiyat, ya'ni bir obligation edi. 2004-yili doq German hökumeti tarafidan rasmiy ravishda tizimga ilindi. Bu nizomnomani rasmiy ravishda tizimga ilish orqali German hökumeti Sharq Turkiston xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini rasmiy ravishda to'nigan bo'ladi. Shunimi unutmaslik kerakki, Sovet ittifoqining parchalanishidan keyin 20 dan ortiq davlat BDTning nazorati ostida o'tkazilgan belat tashlash, ya'ni xalq ovozini sinashlarda self determination huquqidan foydalanib o'zining mustaqilliklarini e'lon qildi. Bularning orasida Estoniya, Latviya, Litvaniya, Armaniston, Gruziya, East Timor, Palauga o'xshash burun UNPO'ga, ya'ni vakolatsiz millatlar tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlarmi bo'lgan edi. 500 kichik oroldan tashkil topgan Palau davlati bo'lsa, keyin Guantanamodagi Amerika askari bazasidan ozod qilingan Uyg'ur qarindoshlarimizga siyosiy panohlik berdi. 3-modda qurilmoqchi bo'lgan tashkilotni Dunyo Uyg'ur qurultiyi deb atash. Tashkilotga berildigan ism masalasimi beshimizni qattirgan boshqa bir modda bo'ldi. Ko'p sonli qarindoshlarimiz bilinganidek chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarning ko'pchiligi O'rta Osiyo jumhuriyatlarida yashaydi. 1997-yili Xitoy davlati bosh bo'lib qurilgan Shanxay 5 bexatarlik tashkiloti O'rta Osiyodagi Uyg'ur qarindoshlarimizga oz bo'lmagan siyosiy va hayotiy tahdidlarni elib keldi. Ko'plagan munavvar ziyolilar va Sharq Turkiston davosining siyosiy faoliyatchilari o'zlarining aziz jonlari bilan bu siyosiy besimning qurboni bo'lib aramizdan ayrildi. Bularning ichida Qozog'istonning Olmati shahrida qurilgan Nozikum fondining raisi marhuma Dilbirim Samsaqova xonim, Uyg'uriston ozodlik tashkilotining raisi Hoshir Voidi va Savut Abdurahmon, Qirg'izistonning Bishkek shahrida qurilgan ittifoq jamiyatining raisi marhum Nig'mat Basaqov, O'zbekistonning Toshkent shahrida qurilgan Uyg'ur yozuvchilar jamiyati raisi marhum Iminjon Osmanov qatorliq peshqadam inqilobchilarimiz O'rta Osiyo davlatlaridagi Xitoylarning hiyla mekrlari va Xitoyning siyosiy ishbirlikchilari tarafidan 1999-yildan 2003-yillar orasida bevosita va vositali holda shahid qilindi. O'rta Osiyo davlatlari Xitoy bilan bo'lgan munosabatini yaxshi tutish uchun har vaqt Uyg'urlarni qurbon qilaverdi. Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berdi. Ularga oid bo'lgan va Sovet ittifoqi zamonida qurilgan gazet, jurnal, TV programmalarni, Uyg'ur tadqiqot markazlarini bir-birlab taqib etdi. O'rta Osiyoda Sharq Turkiston degan atalg'uni ishlatib, rasmiy ravishda faoliyat elib berish hayotiy tahdidlarni elib kelmoqda edi. Shu vajidan ular O'rta Osiyo jumhuriyatlarining hukumatlari bizni parishon qilyotidi. Bizga hargiz Sharq Turkiston degan ismni ishlatgili qo'ymaydi. Buning uchun
Dünya Şərq Türkistan qurultayı deyiş orniga Dünya Uyğur qurultayı desək deb qattiq turib elishdi. Mən bolsam kichikimdan tortib Türk, Türkistan, Şərq Türkistan degan so'zlar bilan cho'ng bo'ldim. Biri vatanimizning tarixiy ismi, biri bo'lsa millatimizning tarixiy ismi. Natijada O'rta Osiyoda ko'pchilik yurtdoshlarimizni shu davlatlardagi mavjud siyosiy ta'qib va besimlardan ayash maqsadida qurilmoqchi bo'lgan tashkilotimiz Dünya Uyg'ur qurultiyi degan ismni berish haqida ko'pchilikning ovoz berishi natijasida qaror ma'qulladik. Ma'lumki, demokratiyada ozchilik ko'pchilikka emas, ko'pchilik ozchilikqa o'zining fikrini qabul qildirdi. Shundaqla shu yillarda Dünya Qozoq qurultiyi, Dünya Qirg'iz qurultiyi, Dünya Tojik qurultiyi, Dünya Mo'ng'ul qurultiyi degan ismlar ostida nihoyat ko'p yig'inlar uyushtirildi. Bu qurultaylarga Turkiya, Yevropa va Amerikada yashayotgan nihoyat ko'p Qozoq, Qirg'iz, Tojik va Mo'ng'ul qarindosh millatlarmi qatnashdi. Buning uchun Dünya Uyg'ur qurultiyi ismini tanlashda bak qiyinchilik bo'lmadi. 4-modda. Sharq Turkiston xalqining erkinligi, huquqlari, majburiyatlari va kapolatliklari to'g'risida xalqaro jamoatchilikka Uyg'urcha, Turkcha, Nemischa va inglizcha tillarda bir xitobnoma e'lon qilish. UNPO'ning o'z vaqtida a'zolar uchun tayyorlab qo'ygan inglizcha bir xitobnomasi bor edi. UNPO'ning bu xitobnomasini tayyorlab chiqishdagi maqsad chet ellardagi diplomatlar, xalqaro tashkilotlarning vakillari va jurnalistlarning a'zolarimizdan eng ko'p so'raydigan savollardan biri mustaqil bo'lsanglar qandaq bir davlat qursizlar degandan iborat edi. Xalqaro jamoatchilik a'zolarimizning bu va buningga o'xshash savollarga beradigan javoblarga qarab ularni baholaydi. Musulmon bo'lg'ach, bu va buningga o'xshash savollar bizdan ko'proq so'raladi. Ajiba bular Afg'onistondagi qabilalardek bir terrorist davlat quramdi yoki Irondagiga o'xshash shariat davlat quramdi va yoki Turkiyadagisiga o'xshash demokratik bir davlat quramdi deganga o'xshash savollar. Bo'libmi g'arb davlatlarining hukumatlari, fuqarolari va xalqaro tashkilotlarining kallasini bak mashg'ul qiladi. Bularning kallasidagi shubhani tarqitish maqsadida bizmi UNPO tarafidan a'zolar uchun tayyorlangan xitobnomani nashr qilishga qaror berdik. Keyin Mehmet To'xta apandimning Uyg'urcha va Turkcha tarjim qilgan nusxalarini ko'zdan ko'chirib, har qaysi tillarda Myunxen xitobnomasi deb dunyoga e'lon qildik. Bu xitobnoma dunyo jamoatchiligiga mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatida qurildigan davlatning shakli to'g'riliq dunyo jamoatchiligiga berilgan bir garantiya edi. Buni ko'rgan ko'plagan chet elliklar bizni qoyil qildinglar degan edi. 5-modda do'qning oldimizdagi 50 yilni ko'z oldida tutib izlaydigan 3 bosqichliq strategiya plani yezib chiqish. İşçimizden yetişip çıkan dana alimlerimizden biri bo'lgan doktor ئەركىن Türkiye'de köpligen devlet strategiya merkezlerinde işleş jarayonida nihoyat ko'p tajriba saboqlarga ega bo'lgan bir tadqiqotchimiz. Doktor ئەركىن o'ziga topshirilgan bu vazifani 6 ay ichida tamomlab, do'qning
birinchi icroiya hay'ati yig'iniga taqdim qildi. Doq icroiya hay'ati a'zolaridan Mehmet To'xtapandim bu strategiya planini turkchadan uyg'urchalashtirdi va inglizchaga tarjim qildi. Bu strategiya plani madda ko'zdan ko'chirilgandan keyin bir ig'izdan ma'qullandi. Bu planning inglizchasini ko'rgan chet elliklar oranglarda mushundaq strategiya plani tayyorlay oladigan odamlar bormi deb hayron qilishgan edi. Bu dokladni ko'rgan Dalay Lamaning Washingtonda turishliq vakili Lodi Giyari bu doklad bizga ulgu bo'ldi, bizningmi mushundaq bir planga ehtiyojimiz bor edi degan edi. Mening 30 yillik jon do'stim bo'lgan Lodi Giyari buningdan 2 yil burun tugab ketdi. Savol: Erkin aka, ba'zi kishilar do'qni mudofaa qilaman deb 1933-yili Qashqarda, ba'zi kishilar 1944-yili Elida qurilgan jumhuriyatlarning, ba'zi kishilar bo'lsa 1992-yili İstanbulda içilgan qurultayning yo'l xaritasiga sodiqmiz deb bayonotlar berishyotidi. Buningga nima deysiz? Javob: Turkiyaga berib joylashgan yurtdoshlar 1960-yildan tortib har yili bu ikki jumhuriyatimizning qurilishini, bu jumhuriyatlarimizning liderlarini va bu jumhuriyatlarni qurish uchun jonlarini fido qilgan aziz shehidlarimizni hurmat bilan yod etib, yig'inlar uyushtirib keldi. Hatto har yili shehidlarni aslash kunlarini uyushtirdi. Rahmatlik Muhammad Emin Bug'ra Hazratim mana 1933-yili Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining asosiy qurg'uvchilaridan biri bo'lgan. Do'qmo qurilgan kundan tortib har yili bu ikki jumhuriyatimizning qurilgan kunlarini zo'r tantanlar bilan qutlab kelyotidi. Bu an'ana abadiy davomlashidi. Ammo ig'ir badallar to'linib, har turlik mushaqqatlarga ko'krak kerib, 10 minglarcha shehid berilib qurilgan bu jumhuriyatlar Sovet ittifoqining xiyonati, hiyla mikrlari, askariy aralishishi, xalqimizning nodonligi va liderlarimizning uzoqni ko'rarmasligiga o'xshash sabablar bilan nihoyat qisqa vaqt ichida gumron bo'ldi. Do'qning nishoni bo'lsa, ona vatanda qurildigan bir jumhuriyatning qisqa umrlik emas, balki abadiyatgacha yashaydigan bir jumhuriyat bo'lishi uchun keraklik tadbir choralarni hozirdan tayyorlab chiqishdir. 1992-yili ustoz Rahmatulloh Turkistoni Saudiya Arabistonlik boy Hasan Azmirli, Reyzabekin Pasha va Muhammad Emin Hazrat boshchiligida Turkiyada ichilgan 2-chi qurultayga men qatnashgan. Hatto siyosiy komitetning yig'inini men boshqarib bergan. Elingan ba'zi qarorlarning hujjatlari mendimi bor. Ammo Türk davlati Ahmad Egambardi apandining boshchiligida qurilgan bu tashkilotni rasmiyatga olmadi. Haqiqiy sabablarini bilmayman. Ammo Türk davlati a'zosi Türk fuqarosi bo'lmagan va nizomnomasi Türk darnaklari, ya'ni jamiyatlar qonuniga moslashmagan tashkilotlarni rasmiy tizimga olmaydi. Shundaqla Turkiyada qurilgan bir darnak, jamiyat yoki tashkilotning siyosat bilan shug'ullanmasligini shart qiladi. 2-chi qurultayda qanday qarorlar elingan bo'lmasin, rasmiyatga elingan bir tashkilotning olgan qarorlariga ega chiqqili bo'lamdi, bo'lmamdi,
bu huquqiy bir məsələ. Doqның nişanımı müstəqillikdir. Әмма müstəqillik berilməydi, elinidi. Müstəqillikni chet ellərdə şuar dolab qo'lga keltirgil bo'lmaydi. Müstəqillikni qo'lga keltirish uchun ana vatanga berib, Xitoylarga qarshi urush elib berish kerak. Buning uchun chet ellarda yashayotgan yurtdoshlarimizning mustaqillik to'g'riliq hozir elib berilayotgan urush talash tortishish, urush jidal va töhmatlarni bir tarafga qayirib qo'yib, mustaqillikni qandoq qo'lga keltiramiz degan savolga javob tepishi va berish kerak. Hozir mustaqillik to'g'risida elib berilayotgan gapdonligi faqat o'zimni qandoq qilib boshqa chiqirman degan bir shoudan iborat. Bundaq shoular mustaqillik uchun jinini tikib, mujodala qilib shehid bo'lgan qahramonlarimizning ro'yinimi qattiq bearam qiladi.